Amerika Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonimning bu qitimqi Osiyo safarida Tayvanni ziyorat qilishi yaqindan buyon Amerika-Xitoy munosabatidagi eng jiddiy masala qatorida xalqarada zo'r g'ulg'ulaga, shuningdek, har qaysi axborot vositalarining bosh xabar temasiga aylanishga boshladi. New York vaqti gazetining 2 avgustdagi xabarda aytilishicha, Nancy Pelosi shu kuni oqshimi Tayvanga yetib kelgan bo'lib, bu o'tgan 25 yilda eng yuqori darajalik Amerika amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi hisoblanadi ekan. Tayvanning o'zini mustaqil davlat deb qaraydiganligiga qaramay, uni izchil turda Xitoy ziminining bir qismi deb da'vo qilayotgan Xitoy hukumatı bu safarning gapi chiqqan vaqtlardan boshlabla buningga qarshilik ko'rsatib kelgan edi. 美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。佩洛西众议长如果赴台，将是对中国内政的粗暴干涉，严重损害中国主权和领土完整，肆意践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系，导致非常严重的事态和后果。 Xitoy hukumatining kani bo'lgan Yer shari vaqt gazetining sobiq bosh muharriri Xu Shijin hatto oshkora holda Nancy Pelosi Tayvanga kelsa, uning aeroplanini etib tushirish kerak degan edi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning o'tgan haftadagi telefon suhbatidami Xi Jinping bu masalani alohida ta'kidlab, biz Amerika hukumatini o't bilan o'ynashmaslikka da'vat qilamiz. Chunki o'tni kim o'ynasa, shuning qo'li kuyidi degan. Ammo Amerika hukumati buningga keskin raddiya berib, Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish huquqi bor degan edi. Nancy Pelosi bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berib, Tayvanning mustaqil bo'lish bo'lmasligini shular o'zlari bekitadi. Ammo bizning Tayvanni qo'llaydiganligimizni namoyon qilishimiz zarur degan. Nancy Pelosining maxsus aeroplani 2 avgust kuni Tayvanga minishning oldida Xitoy taraf urush aeroplanlari va paraxodlarni Tayvan atrofiga avatib, qattiq hayba ko'rsatgan. Today, the nuclear-powered supercarrier of the USS Ronald Reagan sailing in the South China Sea amid rising tension between America and China. Amerika dengiz armiyasi buningga javoban harbiy tayyorlik ko'rgan. Buning bilan ba'zilar Nancy Pelosining Tayvan ziyarati Amerika Xitoy o'rtasidagi harbiy to'qinishga pilti bo'lib qolishi mumkin degandek taxminlarni o'tirg'a qo'ygan. Ammo Nancy Pelosining sog'-salomat Taybey aerodromiga qo'nishi bilan bu vaqtdagi ko'plagan taxminlar bechit bo'lib, Xitoy hukumatining qilmishlarini bir qitimliq diplomatik popoza degandek fikrlar o'tirg'a chiqishga boshlagan. Nancy Pelosining aeroplani Tayvanga qo'ngandan keyin u Twitter betida uchur yo'llab, Amerikaning 23 million Tayvan xalqi bilan bo'lgan ittifoqdoshligi har qanday vaqtdagidimi muhim dedi. Uning Tayvanga tushgan vaqtiga ulgurib, Washington pochtasi gazetida e'lon qilingan bosh maqolasida u mushu fikrlarni texnik tafsiliy sharhlash bilan birga Xitoyning Tayvan va Hong Kongdagi demokratiyani dafsanda qilayotganligini ayblagan. Shundaqla Xitoy hozir Xinjiangda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi qirg'inchilik qilyotidi. Shundaqla diniy e'tiqod sohasidagi yetakchilarni tutqun qilyotidi deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, Nancy Pelosining Tayvan ziyorati xalqaro axborot vositalarida bas-basda munozara temalariga pilti bo'layotganda, ya'ni 28-iyul kuni Nancy Pelosi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandini maxsus qabul qilgan hamda qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlarni davomli himoya qiladiganligini bildirgan edi.